Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024 yili 9-oyning 8-kuni, yakshanba kuni kech. Men avval shu kanalimdagi kichikina yangiliklar haqida bir so'zlab o'tay. Men bir necha yildan bu yana so'zlagan leksiyalarimni yoki o'qib qo'ygan asarlarimni turlarga ayirib playlist qo'yib qo'yapman. Buningda iqtisodga oid uchurlar, pensiya puliga oid uchurlar bir gruppa, iqtisodga oid uchurlar bir gruppa, pul muomala bozoriga oid, pul muomala bilimlariga oid mazmunlar bir gruppa, anandan keyin chet el muhojirlik hayot aks ettirilgan asarlar bir gruppa, jumladan buning ichida chet elda meditsina maktabini püttägan kishilar qandaq Amerikada doktor olamiz deganni tushundiradigan yozma, ya'ni Amerikadagi doktor Uyg'urlar ham yana Amerikadagi qo'shnitarchilik, bu shu ijaraga elish, qo'shnitarchilik munosabatlarini uy elishga oid ba'zi mazmunlar tushuntirilgan jonliq misollar bilan. Bundan sırt mening o'zimning Amerikada xizmat tepish hikoyalarim so'zlangan. Anandan keyin o'zim e'lon qilgan inglizcha yozmalarning uyg'urcha tarjimasi bor. Shuni oxir ko'rinish qilib turib so'zlagan ba'zi uchurlar, leksiya desam bo'lmas, balkim uchurlar yoki maqolalar bor. Yangidan Amerikaga kelgan qarindoshlar yoki Amerika jamiyatini texnik yaxshiroq tushunay deydigan qarindoshlar shu playlistni besib shuni anglab vaqtinglar chiqqan chog'da anglab baqsanglar bo'ldi. Bu kamlarda kishilar kitoblarni bek o'qib ketmaydi, ko'proq qarasam anglaydi ekan. Mashina haydab ketib o'tib yoki piyoda ketib o'tib degandek, shuning qulaylik bo'lsin uchun yozishdan maqsad kishilarimiz anglab baqsin, o'ylanib baqsin. Ketkizayotgan bizlar bir turkum, ya'ni 90-yillarning oxirlarida yoki kelgan odamlar beshimizdan o'tkazgan kunlarni, ketkizib qo'ygan nuqtalarni bir tushuntirib deb qo'yaylik. Kishilarimiz biz bosgan xato qadamlarni bosmasin, biz bosmagan to'g'ri qadamlarni bossin, ishlari texnik yaxshi bo'lsin degan niyat bilan qilib qo'yapman bu amgaklarni. Shunga amal va ba'zi asarlarni tanlab leksiyadan sırt yana ashunaq davomli o'qib qo'yma, Xudoyim buyursa, anglab baqsanglar bo'ladi. Ba'zi mazmunlar sog'lomlikqa oid, ya'ni sog'lom bo'lmasa nurg'un ishlar amalga oshmaydi. Tishimiz bo'lmasa go'sht yemagandek. Buni avval bir deb qo'yay dedim. Amal va bundan keyin texmi kishilarningki, ya'ni kishilarimizningki hayotiga ta'sir ko'rsatadigan masalalar haqida, turmushiga ta'sir ko'rsatadigan masalalar haqida mazmunliq, qisqaroq temalarda so'zlab berish niyatidaman, Xudoyim buyursa. Ya'ni Amerika emgak bozoridagi o'zgarish, iqtisodiy o'zgarish, egalik tiklash, ma'rif, sog'lomlik deganga o'xshash. Hozircha bir ishni boshlamoq tez, boshladik, ammo uni yaxshi qilish bu muhim ish. Unga tayyorlik ketadi, kerak material ko'rish ketadi. Anandan keyin uni yetkazishning o'zimi ba'zida ancha qulay bo'lmaydi. Men har holda muhim deb qaragan masalalarni yoritishga tirishib keldim deb qarayman. O'qirmanlarning inkosiga qarab turib ba'zi mazmunlarni tangshyapman. Ba'zida muayyan talablarga mos holda savollarga javob berishga tirishyapman. Bundan keyin jamoatimiz uchun, kishilarimiz uchun foydali uchurlarni yetkazishga davomli tirishaman. Xo'sh, endi bu kanal iqtisod kanali. Shuning uchun iqtisod, o'zimiz yashayotgan davlatning iqtisodini tushunishimiz kerak. Chunki bizningki xizmatimiz, bizning kirmimiz, egilikimiz va hatto sog'lomligimiz o'zimiz yashayotgan davlatningki
siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillarning ta'siriga uchraydi. Ya'ni ijtimoiy ta'sirlarga uchraydi degan vaqtda shu davlatlarningki mod bo'layotgan narsalar, cheklanayotgan narsalar, qarshi ilinmayotgan narsalarni bilishimiz. Siyosiy jihatni aytgan vaqtda partiyalarningki huquq tutishi shu davlatning grajdani sifatida bizga qanday ta'sir qildi? Ularning tashqi siyosatninki biz Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'siri haqida ya'ni muayyan ta'sir ko'rsatganligini nazarga ilishimiz kerak. Iqtisodiy jihati shu desa, ishsizlikning ortib ketishi, pul paxalligininki o'rlab ketishi, ya'ni pulning davomli paxal bo'lishiningki tizilishi degandek narsalar bizga foydasiz. Andan keyin 10-oylar vaqtda idora bo'lgan shirkatlarda, idoralarımızda sizlar kelar yillik sug'urtaga sug'urta setilganlar bir planlarni berdi. Kirimimizdan, maoshimizdan mancha %% pensiya puli qo'yishni o'ylashsak, undan ma'lum qismini flexible health spending deydigan narsa va nisbatan sal elastiklikqa bo'lgan sog'lomlikqa oid chiqimlarimiz. Bularga pul ayirishlarimiz va ballarimiz kichiklarcha desa, ularga bir kredit beradigan bir ishlar va yana hukumat balasi bor oilalarningki moddiy qiyinchilikni azaltish uchun yoki ko'proq farzand ko'rishga yordam berish uchun chiqargan siyosatlar bularni tushunishimiz kerak. Yildigan ketilaverdi. Bizmi cho'ngib bormiz. Yoshlarimiz o'tir yoshlar buvay bo'lib bormiz degan o'xshash ama fursat g'animat yashayotgan makonimizda zamonimizda fursatlarni bilish hammadan muhim. Buning uchun shunday uchurlarni anglashimiz amal bo'lsa, o'zimizning tilida ba'zi mazmunlarni, ba'zi bilimlarni egallash ham bilmaganni boshqalardan so'rab, o'zimizning hayotiga tatbiqlash yaxshi ish deb o'ylayman. Shunaqa deb o'ylaganligim uchun kishilarga foydali deb qaragan mazmunlarni ba'zida sizlarning inkosinglarga qarab turib, ba'zida o'zim ba'zi materiallarni ko'rib turib, meni bilib qo'yish kerak ekan deb o'ylagan vaqtimda sunyapman. Amal va haftada bir qatimliq favqulodda bir ta'tilga yo'q ketib qolganini hisobga olmagan vaqtda haftada bir leksiya berishga tirishib kelyapman. Ham ularni turlarga ayirib qo'yapman. To'liq bo'lmadi, amal va ayirib qo'yapman. Shuni bir qarab qo'ysanglar. Ya'ni shu tema bo'yicha bundaq mazmunni izlab ko'rib, foydalansanlar xursand bo'laman. Xo'sh. Endi Amerikaningki iqtisodiy haqida so'zlaymiz har doim. Chunki yashayotgan davlatimiz shu. O'tgan juma kuni 9-oyning 6-kuni Amerika Emgak Ministrligining qarmog'idagi statistika idorasi 8-oylik Amerikaningki emgak bozoridagi statistik ma'lumotni e'lon qildi. Ya'ni deydi-ki 8-oyda Amerikada 142 ming odam xizmat topdi deydi. Bu 6-oydan burungi oylardagi har oyda xizmat topgan odamlarning sonidan o'ttir hisob bilan 80 ming töven. Yani 80 ming kishi az topdi. Xizmatni az topdi degan gap. Bu nimani tushuntirdi? Amerikaning emgak bozorida salqinlish va ya'ni astlashpa degan gap. İdora, jamiyatlar, shirkatlar xizmatga adam olamiz deb e'lonni jiq chiqarmayotdi. Shuning bilan birlikda odamlarni ishdan bo'shatmayotdi. Nisbatan emgak bozorida bir xil shundaq turaqlish vaziyati ko'rilyotdi degan gap. İşsizlik nisbati biz 7-oyda 4,13% ketdi dedik. Sabab çünkü shu chaqda havo klimatiga munosabatli, ya'ni ba'zi bir fasllik xizmatlar yo'qolib ketganligi uchun ishdan qolgan gapda 4,13% ga chiqdi degan 7-oyda. 8-oyda bu 0,10% tövallab 4,12% ga tushdi. Pul paxallig'idimi tushba, tövallash yuzlanishi bor. Shunga Markaziy bankning shu
10 kundan keyin 9-10 kundan keyin kechildigan yig'inida o'simni kesishning ehtimolligi intayin cho'ng. Faqatla kishilarning, analizchilarning, ixtisoshunoslarning birlik kelamayotgani 0,25% kesamdi yoki 0,15% kesamdi degani. O'simni kesdi degan gap pul qarz erishning tannarxi to'van bo'ldi, ya'ni pul qarzilish asorat qiladi, ko'proq odam qarz oladi degan gap. Bu kimga foydali degan vaqtda shirkatlar yana qarz o'ngay bo'lgan keyin ko'proq qarz olib bular mablag' qilib soladi. Shuning bilan birlikda mashina sotib oladigan, uy sotib oladigan mortgage tushidi. Mashina sotib olgan odamlar yana mashina elish uchun oladigan qarzlarni tuvallaydi. Natijada mushu sahadagi shirkatlarningki yo tijoratchilarningki foydasini biroz oshiradi. Ammo pul muomala bozorida qanday qildi desa, 5%lik o'sim bilan pul qo'ygan odamlar o'sim tuvalgan vaqtda uni oz ko'rib, balkim 4% tushib bo'lishi mumkin. Pay bozoriga chiqib bo'lishi mumkin. Bu qisqa muddatli o'simning qisqa muddat ichida kesilishi pay bozorida bir ko'tarilishni paydo qilishi mumkin. Biz o'tganda dedik, yaqinda Amerikaningki pay cheki bozorida tuvallash bor. Buning sababi Yaponiya o'simni o'stirdi dedik. Amerikada ishsizlik nisbati ortish bo'ldi dedik. Mana shunday sabablar. Hamda iqtisod shunday doim turaqsiz bo'ladi, ammo buning ta'virlanishi kishilarningki orzu qilgan, ya'ni kishilar qabul qiladigan chekni ishib ketgan vaqtda bu cho'ng diqqatni chekadi. Unda bo'lmasa, xuddi ya kunda ya qatlami asosini ta'virlaydigan biz bilmaydiganmiz deganga o'xshash. Ba'zi kichik ta'virlashlar iqtisodga bizning narsimizga ta'sir qilmaydi. Faqatla ta'sir qildigani nima desa, iqtisod chekingan vaqtda idora shirkatlar odamlarning xizmatdan bo'shatayotgan vaqtda biz buni 2007-2008 yillarda ko'rdik. Pul muomala krizi yuz bergan vaqtda nurg'un odam ishsiz qolib qolgan vaqtda ahvol chatoq bo'ladi. Xo'sh, undan sirt yana cho'ng makroluk dunyoviy vaziyat maqsadli ta'sir ko'rsatdi. Ukraina bilan Rossiyaning o'rtasidagi 3-yilga qadam qo'ygan urushish dunyoning pul muomala bozorida, dunyoning iqtisodida, ya'ni malbasning o'rilishida, pulning paqal bo'lishida buning qo'shgan ashularning bir ta'sirlari bor deb buni so'zlab o'tdik. Bu hala davomlashyapti. Uning ustiga O'rta Sharqdagi to'qinish to'xtamadi. Ham Osiyoda urush portlab qolishni azroq hidlari kap qilib o'tadi. Bundan qarab ba'zi kishilar 3-chi dunyo urush portlab qoladimi deydigan andishalarmi bor. Degandek bu butun narsalar har xil xatarlik ahvollar yoki yuz berish ehtimoli bo'lgan omillar shaxsning, shirkatning, hukumatlarning hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Ammo biz yoki shaxslar uchun ko'z oldimizdagi narsalarga bir puxta bo'lmoqmiz. O'zimiz yashayotgan davlatdagi foydali omillardan yoki omillardan foydalanmag'imiz aytib muhim. Masalan, pensiya puliga pul qo'yish. Pensiya puliga pul qo'ymasangiz, idorangiz beradigan match qilib to'liq qo'shib beradigan puldan quruq qolasiz. Buni ta'kidlab ketdim. Bajni to'lab ketsiz dedim. Keyin yashagan vaqtda ijtimoiy sug'urtadan keladigan pul bilan baxodak yashinib bo'lolmaysiz. Alloh umringizni uzun qilsin deb men yaxshi tilakni qo'shib qo'ygan bir necha qitim dedim. Buningga sal qaramaslik kerak, zinhor. Anadan keyin shu yana bir ish diqqat qilsanglar, qaysi jamiyatlarda bo'lsin, kishilarning topgan ko'pinchalarimiz jamiyatda oz sondagi odamlar ya tijorat yo'lida, ya egalik tiklik yo'lida, korxonchi yo'lida. Shunaqa nurg'unlarimiz xizmatchi. Ya'ni hukumat o'rinlarga, har qaysi sohalarda hukumat o'rinlarida anadan keyin shirkatlarda xizmatchi bo'lib ishlaydigan gap yoki har xil kasbiy xizmatchi bo'lib ishlaydigan, o'qituvchi, doktor, advokat, bu degandek ishlaydigan gap.
Meyli qandaq bo'lishimizdan qat'iy nazar, bizningki hammamizningki uy turalg'uga bo'lgan ehtiyojimiz bor. Shunga ba'zi kishilar hozir zodi uy elish kerakmi, kerak emasmi deb savollarni qo'ygan vaqtda deydig'inim uy elish kerak, uyimiz bo'lishi kerak. Bo'lmasa uzun mezgil ijaraga o'ltirib ketishdanki ziyni bor bizga. Equity, mulk shakllanmaydi. Haqni bayqilsiz deydigan gaplarni men burun deb keldim. Bir qarindoshimiz nayt yaxshi savol qo'yibdi menga. Ya'ni FHA, Federal Housing Administration Insured Loan deb qo'yamiz. Ya'ni Amerikaning 1934-yilda qurilgan markaziy uy boshqarish idorasininki kepilligidagi yoki shular xavfsizlanadigan qarz, uy uchun qarz, ya'ni tuvan kirimdagi odamlarga beradigan muayyan shartlar bilan beradigan mortgage degan gapni men pul ma'lumotga mablag' silish degan kitobimda tushundirgan. Bundan keyin uyg'urcha mortgage deb olsak bo'ladi deb, ya'ni uy elish uchun bankdan olgan qarz degan demak, mortgage deb olsak, ashina asosida qabul qilsakmi bo'ladi ekan degan shu gapni nima degandim mana shu kitobimda. Shu mortgage shu uy elish uchun olgan qarz. Bu FAH loan mortgagening turlari haqida ham yana ba'zi shu savdo xarakterli banklar, aninkin hamkorlik banklari, cooperative banks, aning ba'zi omonat banklari, mushularning oladigan o'ylishni oladigan mortgagening turlari va ularning prosentlari haqida va hozirning o'zida uy elish uchun hozir taraddud qilish kerakmi degandek masala to'g'risida bir qarindoshimiz yaxshi savol so'rab ekan. Bu haqda men kelar qitimliq leksiyarimda biroz tafsilroq bir leksiya shaklida, bundaq sayyor shaklda emas, leksiya shaklida sal tartiblik, qurilmaliq bor shaklda bir so'zlab beray deb o'yladim. Shunga bugun u to'g'risida so'zlamayman. Hozir Amerikaning davlat ishidagi vaziyatni olib aytsak, Kamala Harris Demokratlar partiyasidan, Donald Trump Cumhuriyetçiler partiyasidan Amerikaninkilar navbatlik prezidenti nomzodlikka tushdi, ko'rsatildi. 2 oydan keyin, ya'ni taxminan 2 oydan keyin, 2 oy qolmoq ichida biz Amerikaninkilar qitimliq prezidentininki kim bo'lganligini bilamiz. Kimning bo'lishi Amerikaning davlat siyosati, tashqi siyosati va ham iqtisodiy siyosati dunyoning vaziyatiga xeyli ta'sir ko'rsatib qo'ydi. Buni sizlar hozir tushunib bo'ldinglar. Shunga shu 2 oy vaqt ichida iqtisodiy faoliyatlarda, iqtisodiy siyosatlarda bak cho'ng o'zgarishlar ketmasligi mumkin. Ammo Markaziy bankning o'sim kesishining ehtimolligi 99%, ya'ni shu 9-10 kundan keyin. Men bir leksiyarimda balki Markaziy banka Amerikaning vaqtimliq saylimi o'tkazilishdan burun o'simga chiqilmasligi mumkin, o'sim nisbatini kesishga chiqilmasligi mumkin. Agar favqulodda iqtisodiy sharoit qisqa chiqilish mumkin deganda, iqtisodiy sharoit o'zgartayotganda, bundaq besim qilyapti deganda shundaq. Amerikaning Markaziy bankasi Fed Oqsaroydan mustasno holda mustaqil faoliyat olib borgan gap. Uningki qo'g'lishligini davlatning butun davlatda ishsizlik nisbatining tuvan bo'lishi, bahoning muqim bo'lishi, ya'ni pul baholigining tuvan saviyada bo'lishi, milliy daromadninki ishini qo'lga keltirish. Mushu bu davlat mudofaasini kuchaytirish, tashqi diplomatiya siyosatini andoq qilish, havo klimatini andoq qilish degan to'g'risida bu to'xtalmaydi. Bular iqtisodiy jihatda garchi ular bunga aloqador bo'lsin. Masalan, davlatning tashqi siyosati degan vaqtda baj siyosati, Xitoy bilan bo'lgan baj siyosati degandek narsalar iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi albatta. Lekin bular buni ochiq yo'sinda to'xtalmaydi. Bularningki asosli qilig'ini o'simlikni tangshash, oshirish, tushirish yoki bo'lmasa
har qaysi banklarning markaziy banki qo'ydigan bir required reserve bo'ladi. Talab qilingan zapas pul nisbatini tushirish yoki tuvallatish yoki oshirish orqali shunaqa tangshaydi. Bu to'g'risida men kelar leksiyamda so'zlab beraman. Ananikin ma'u qirinishimiz debdiki, hozir bir bankka qilib olsam 30 yillik, balki 30 yillik bo'lsa kerak, mortgage olaman desam 6.5%dan beraman deydi. Mortgage hozir ondan biroz tushyapti. Agar 9 kundan keyin 90 kundan keyin o'sim tushsa, mortgage tushadi, ya'ni 20% tushishi mumkin, balki 6% dan tuvan tushishi mumkin. Shuning buni saqlash kerak. O'simni shunday tushirishlarla uy bozorida aloqa o'qilni ba'zi, dorini ba'zi darhol ta'sir qiladigan bo'lmaydigan ba'zi dorilar. Uyning bahsi biroq o'sib ketadigan ahvol bo'lmasligimi bo'lmaydi. Darhol o'sib ketadigan uchun nurg'a odam olamiz deb ketmaydi degan gapda. Ba'zi odamlarningki tayyorlik qilishiga biroz vaqt ketadi. Uyni olaman deb og'ilmaydi. Uningga banklar banchilar qarz olaman desangiz, 800 ming dollarlik qarz olaman desangiz, ba'zi rayonlar o'zingizda 100 ming dollar pul bo'lsa, 700 ming dollar qarz bermaydi. Ularning bir nimasi bor. Jambolo deydigan gaplar bor. Masalan-chu, to'varak nisbatda 423.500 dollar qarz beramiz. Masalan 6%da 7%da 180 ming ko'y qarz beramiz deydigan mandaq bir shartlar ular qaysi rayon shtatlarning. Bu to'g'risida men tafsilroq so'zlab beraman. Menimcha shu o'simning ahvoliga qarab turib, ananikin tangshash elib berish to'g'ri. Shu FHA loan ananikin shu an'anaviy qarz soda bankalardan, tijorat bankalardan algan mortgage, bular to'g'risida ularningki shartlari, talablari PMI deb qo'yamiz, Private Mortgage Insurance deb qo'yamiz. Yani sizningki oldidan zakalat qo'ydigan pulingiz, siz qo'ydigan pul ma'lum summaga yetmasa, banka siz manchilab jiqra qarz olman desangiz, ular sen shu pul uchun sug'urta setib ol deydigan gap. Bular to'g'risida bir tushuncha berib o'tmoqchi, Xudoyim buyursa. Shu kelar qadamliq sanga diqqat qilgaysizlar, rahmat.